Shunaqa go'zal, premium ayollar uchun, o'zini sevgan ayollar uchun, sog'lig'iga, ayollik energiyasiga vaqt ajratadigan ayollar uchun shunaqa naborlarimiz mavjud. O'zini ichida dokumentlari chiqadi qizlar. Qaranglar, qanaqa zo'r. Bu sizlarni 18 yosh kelinchakka aylantiradi. Effekti 100% bo'ladi, chunki Koreyada 10 yildan beri eng kuchli tibbiyotda ishlatiladigan mahsulot hisoblanadi. Vrach ginekologlar maslahat beradi. Bunaqa mahsulotlar O'zbekistonda hali yo'q. Aynan biz magazinlarimizdan topsanglar bo'ladi. Keyingi mahsulotni ochamiz. Qaranglar, qanaqa zo'r. O'zini shunaqa vizitkasi sizlar uchun beriladi. Kompaniya haqidagi ma'lumotlarni bemalol o'qib o'rgansanglar bo'ladi internetdan. Koreyada ham ayollar juda ham sevadi buni qizlar. Qizlardek bo'lib yurishlarini ham sababi aynan shu mahsulotlarda. Hech qanday sog'ligingizga zarari yo'q qizlar, chunki Koreyada bilasizlar, mahsulotlar juda ham chuqur tekshiruvlardan o'tkaziladi. Aynan bu mahsulotlarning sertifikatlarigacha bor. Magazinimizga kelganingizda ko'rib, bemalol QR kodlardan tekshirib olishingiz mumkin. Bular mana Janasel brendini ular uchun gaplashgani keldik. Koreyada nomer 1 brendlardan biri. Brendni ofisi. Katta oddiy brendlardan emas, sertifikatlari bor. Mana brendga keldik. Bu eng kuchli brend deb qoladi. Gapimga javob beraman. Shunaqa zo'r brend. Buni qayerdan men o'rgandim? Bilsalar, hozirda bizga organlarda o'rgatishadi. Darslarimiz bor, anatoliya. Bu yerda o'qituvchi anatoliyaning kosmetologiyasini o'rgatadi, ya'ni kosmetologiya kasbini davolash. Shunda mana brendda o'zim ishlatgan ekan. Shunaqa zo'r. maslahatlar ancha o'rganib chiqdik. 전체적으로 하나의 마케팅이 우즈베키스탄의 어떤 문화는 모르겠는데 데라는 게 있어요. 이거 사용하시면 돼요. 쓰실 거예요. 근데 Bu sertifikatlari ofisda taklif qilib, mana ishchilari ishlayapti bu yerda. Mana xonasida sertifikatlarni qaranglar.